Global nigoh bilan voqealarni bir qadam oldindan bilib boring va bizga obuna bo'lishni unutmang. Lavrov Trampning Yevropa va Ukrainaga bosimidan haddan tashqari quvonmaslikka chaqirdi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov AQSh prezidenti Donald Tramp Yevropaning va Vladimir Zelenskiyni o'rniga qo'yganidan haddan tashqari xursand bo'lmaslikka chaqirdi. Bu, agar biz Ukrainada tinchlikka erishmoqchi bo'lsak, yaxshi albatta, ammo hozircha biz hali u yerda emasmiz. Muzokaralar davom etmoqda. Ikkinchi raund Abu Dabida bo'lib o'tdi. Oldinda hali katta masofa bor, dedi u diplomatlar kuni munosabati bilan NTV telekanaliga bergan intervyusida. Ukraina bo'yicha tinchlik jarayoni. Yanvar oxiri va fevral boshida Birlashgan Arab Amirliklarida Moskva, Kiyev va Washington vakillari ishtirokida xavfsizlik bo'yicha ishchi guruhning yopiq uchrashuvlari bo'lib o'tdi. Unda AQSh tomonidan taklif qilingan tinchlik rejasidagi hal etilmagan masalalar muhokama qilindi. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskovning so'zlariga ko'ra, muzokaralarning navbatdagi raundi yaqin vaqt ichida bo'lib o'tadi. Xorijiy ommaviy axborot vositalari ma'lumotlariga ko'ra, AQShning dastlabki tashabbusi Donbass hududining to'liq Moskva nazoratiga o'tishi, Donbass va Qrimni Rossiya hududi sifatida tan olish, Zaporojye va Xerson viloyatlarida asosan front chizig'ini muzlatib qo'yish, shuningdek Ukrainada xorijiy qo'shinlar va uzoq masofaga uchuvchi qurollarni joylashtirishni taqiqlashni o'z ichiga olgan. Kreml ta'kidlashicha, AQSh Alyaskadagi sammitda kelishilgan formula asosida hududiy masala hal etilmasa, uzoq muddatli kelishuvga erishib bo'lmasligini tan olgan. Donbassdan Ukraina qurolli kuchlarining chiqib ketishi Moskva uchun muhim shart hisoblanadi. Rossiya va Xitoy Grenlandiya hududiga tahdid solmaydi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron AQShning bayonotlariga zid ravishda Rossiya va Xitoy Grenlandiya hududida hech qanday tahdid tug'dirmasligini aytdi. AQSh prezidenti Donald Trampning Venesuelaga nisbatan 4-yanvar kuni o'tkazilgan operatsiyadan so'ng Daniyaga qarashli Grenlandiya oroli AQSh uchun zarur ekanini, chunki u go'yoki Xitoy va Rossiya kemalari bilan o'rab olinganini ta'kidlagan edi. Trampning fikricha, agar Qo'shma Shtatlar Daniyaning ushbu avtonom hududini olmasa, u Rossiya yoki Xitoy qo'liga o'tib ketishi mumkin. Keyinchalik Tramp Daniya bu borada hech qanday choralar ko'rmaganini aytib, Grenlandiyaga nisbatan go'yoki Rossiya tomonidan kelayotgan tahdidni bartaraf etish niyatini bildirgan. Macron esa Yevropaning bir qator nashrlariga, jumladan Ispaniyaning País gazetasiga bergan intervyusida shunday dedi: Hech kim AQShning asl maqsadi faqat geosiyosiy tahdidga qarshi turish bo'lgan deb o'ylamasligi kerak. Tahdidni na rossiyaliklar, na xitoyliklar tashkil etgan. Macronning ta'kidlashicha, o'tkazilgan razvedka baholari Grenlandiya hududida qayd etilgan Rossiya va Xitoy harbiy kemalari hamda suv osti kemalari soni juda kam ekanini ko'rsatgan. Yanvar oyida Grenlandiya hukumati huzuridagi baliqchilik departamenti rahbari Katrina Kayergord ham RIA Novosti agentligiga Grenlandiya suvlarida Rossiya kemalari yo'qligini ma'lum qilgan. Uning so'zlariga ko'ra, Markaziy Arktik okeani bo'yicha kelishuv doirasida Rossiya bilan hamkorlik davom etmoqda. Global nigoh bilan voqealarni bir qadam oldindan bilib boring va bizga obuna bo'lishni unutmang.